Agar siz ham farzandingiz Minecraft o'yiniga qiziqsa, unga qarshilik qilib o'tirmang. Bu o'yin ijodkorlikni rivojlantiradi. Farzandingiz bu o'yinda binolar, shaharlar, murakkab mexanizmlar quradi. Ikkinchidan, mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi. Rejalashtirish va muammolarni hal qilish bolada strategik qobiliyatda rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Uchinchidan, sabr-toqatni o'rgatadi. Katta loyihalarni qurish juda ham katta vaqt talab qiladi. Shuning uchun bolada matonat sifati ham rivojlanadi. Va nihoyat eng keraklisi tasavvur va dizayn qobiliyatini rivojlantiradi. Ko'plab arxitektor va dasturchilar ham Minecraftni ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi vosita sifatida e'tirof etishadi. Bu ma'lumotni kerakli odamlarga jo'natib qo'yib, albatta menga obuna bo'lib qo'ying. Agar siz ham farzandingiz Minecraft o'yiniga qiziqsa, unga qarshilik qilib o'tirmang. Bu o'yin ijodkorlikni rivojlantiradi. Farzandingiz bu o'yinda binolar, shaharlar, murakkab mexanizmlar quradi. Ikkinchidan, mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi. Rejalashtirish va muammolarni hal qilish bolada strategik qobiliyatda rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Uchinchidan, sabr-toqatni o'rgatadi. Katta loyihalarni qurish juda ham katta vaqt talab qiladi. Shuning uchun bolada matonat sifati ham rivojlanadi. Va nihoyat eng keraklisi tasavvur va dizayn qobiliyatini rivojlantiradi. Ko'plab arxitektor va dasturchilar ham Minecraftni ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi vosita sifatida e'tirof etishadi. Bu ma'lumotni kerakli odamlarga jo'natib qo'yib, albatta menga obuna bo'lib qo'ying.